Hurmatli obunachilar, YouTube kanalida kuzatib borayotgan podpischilar, Realtiyaga bog'da yetib keldik, mana qarang. Hosilni yaqindan olib keling, mana qarang. Kalona vidni bo'lib oladi. Hosilga bittadan like'lab bosib, obuna bo'lish esdan chiqmasin, mana qaranglar. Hosilni qaranglar. Realtiyaga bo'ladi bu yil. Bu eng ertaki gilos hisoblanadi. Bu yil ob-havolarimiz jindik. Noqulay yashi, orada qor yog'di, sovuq bo'ldi. Lekin shu darajada hosil beryapti. Qaranglar, hosilda. Buni bog' qilishni tavsiya qilamiz. Surxondaryo Denovda hosilni ertaroq pishdi. Endi bu Tbilisi emas, ochiq maydonda olib kelavering yaqindan mana. Hammasida hosil bor. Bittani ko'rsatyapti deb hammada baribir bo'ladi uyga. Keling. Hammasida hosilimiz bor. Realtiyaga bo'ladi. Eng ertaki navlardan biri jurang olib pishishni boshladi. 15-may, 10-maylarga uziladi, hurmatli obunachilar. Kalibri o'ta yirik bo'ladi bu gilosni. Shakar miqdori o'ta shirin, mazali bo'ladi. Keyin tanasida hujum olishiga 100% o'zini o'zi changlaydi. Endi valavoy gilosim olmayapti, ichiga eksam changlatadimi deb ko'p savol-javoblar bo'lyapti. Uni endi birga bir eksa changlatishi mumkin, lekin bu o'zini o'zi 100% changlaydi, mana ko'rib turibsizlar hosilda. Yirikligi yirik, bozorgir, eksport qilinyapti, xudo xolasa eksportga o'tgan yil qilgandik. Olib kelavering. Etagiga tushibmiz, endi tepaga qarab yuraveramiz. Mana shu qator Realtiyaga bo'ladi. Hurmatli obunachilar. Hammasida hosil bor. Bu gilosimizni yoshini ham aytib o'taylik. Bu yil 6 yoshga kirdi, 6 bahor deydimi, shunaqa deydimi, shunaqa. Haliga ne qilib chiqadi-yu. Gilosmisan gilos. Hurmatli obunachilar, bog' qilishni tavsiya qilamiz. 91 660 71 78 ga aloqaga chiqib zakaz qilib ko'rasizlar. Noyabrdan ko'chatlarni ko'chirishni boshlaymiz. Kaltaklaridan olib ko'paytirib qo'yganmiz o'zimiz. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.